Siz sport bilan shug'ullanyapsiz, siz to'g'ri ovqatlanyapsiz, energetik ichimliklarni ichmayapsiz, alkogol ichimliklar, narkotik vositalardan foyda hech qanaqa qabul qilmayapsiz. Bunday olib qaraydigan bo'lsa, to'g'ri hayot tarzini olib boryapman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bularning hammasi bir pul agarda siz bittagina qoidaga rioya qilmasangiz. Bu oltin qoida, ya'ni uyqu. Hozirgi vaqtda 21-asrning bir katta muammolaridan biri sifatli uyqu. Sifatli uyqu bu faqatgina kechki soat 10 gacha bo'lgan davrdan boshlanadi. Hech bo'lmasa kechki soat 11 da siz chuqur uyquda bo'lishingiz kerak. Va uxlaydigan joyingiz muzdek, salqinroq bo'lishligi, hech qanaqa ortiqcha shovqin bo'lmasligi va hech qanaqa nurlar bo'lmasligi kerak. Agarda sizda sifatli uyqu bo'lmas ekan, to'g'ri ovqatlanasizmi, boshqa qilasizmi, sog'liq haqida to'liq gap ketishligi umuman noto'g'ri emas. O'zim ham afsuski nochda ishlayman, kam uxlayman va buni zararlarini o'zimni tanamda ham sezaman. Chunki xohlaymizmi yoki yo'qmi, uyqu bu bizni zaryadkamiz. Xuddi telefonni zaryadga tiqib qo'yganingizda tanamiz ham zaryadga olishligi kerak. Kechqurungi uyqu sifatli bo'lar ekan, siz o'zingizni yosh va kuchli his qilasiz. Agarda u bo'lmasa, yildan yilga bizning gormonlarimiz ishlab chiqarishligi va ularning sifati yildan yilga pasayib boraveradi va bu bizning tanamizga ta'sirini o'tkazib, juda ko'plab kasalliklarni olib keladi. Shuning uchun do'stlar, to'g'ri hayot tarzi birinchi navbatda yaxshi uyqudan va harakatdan boshlanadi. Vaqtida va yetarlicha uxlashni unutmang.